Siz O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz. Ha, bugungi kun dunyoning ko'plab nufuzli universitetlarida o'zimizning o'zbek yoshlari tahsil olishmoqda. Shu o'rinda menimcha qo'shimcha ham qilishimiz mumkin. Har bir yurtdoshimizning bitta bo'lsa-da tanishi yo chet elda hozir o'qiydi yoki o'qib qaytgan bo'lishi mumkin. Bunda esa El yurt umidi jamg'armasi yoshlarimiz uchun katta imkoniyatlar eshiklarini ochishda davom etmoqda. To'g'ri aytasiz. Masalan, Angliyaning Manchester universitetida ham ko'plab o'zbek talabalari ta'lim olmoqda. Manchester universiteti umuman dunyodagi eng qadimgi va nufuzli universitetlardan biri sanaladi. U 1824-yilda tashkil etilgan va bugungi kunda 40 mingdan ortiq talabaga ta'lim bermoqda. Ilm-fan va texnologiyalar sohasidagi yutuqlari bilan tanilgan. Ha, qahramonlarimiz Rustam va Ayibxon ham bugun ushbu oliygohning faol talabalaridan. Ular O'zbekiston vaqti bilan dasturi uchun o'zlari reportaj tayyorlab jo'natishgan. Keling, bu ijod mahsulini birgalikda tomosha qilsak. Marhamat. Tanishing, bu Rustam va Ayubxon. El yurt umidi jamg'armasining 2024-yilgi stipendiyatlari. Ular Angliyaning Manchester universitetida tahsil olishadi. Bu oliygoh jahon universitetlarining QS reytingida 34-o'rinda, Buyuk Britaniya miqyosida esa 6-o'rinda turadi. Qisqasi, bu ta'lim dargohi kelajak liderlarni tayyorlashga ixtisoslashgan. Professorlar leksiyalarda asosiy urg'uni mustaqil ta'limga qaratishadi. Lavhamiz qahramonlari esa chet ellik tengdoshlardan ortda qolmaslik uchun kutubxonada ko'p vaqt o'tkazishar ekan. Maqsadim arbitraj va xalqaro biznes huquqi yo'nalishlarida tadqiqotlar olib borib, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha masalalarni o'rganish hamda O'zbekistonning huquqiy tizimini yanada takomillashtirishga o'zimni hissamni qo'shib, davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda faol ishtirok etish. 27 dan ortiq davlatlardan kelgan kursdoshlarining aksariyati dunyoning top kompaniyalari, JP Morgan Chase, Bank of America, McKinsey, KPMG kabi yirik kompaniyalarda ishlab xalqaro tajriba orttirishgan. Shu bois o'qish davomida ulardan juda ko'plab xalqaro bilim va tajribalarni ham o'rganmoqdaman. El yurt umidi jamg'armasi o'zining oila a'zolari bilan muntazam ravishda onlayn va offlayn uchrashuvlar tashkil etib turadi. Bu jarayonda stipendiyatlarning nafaqat yutuqlari, balki ichki muammolari ham yuzaga chiqadi. Ushbu dastur ta'limni moliyalashtirish bilan chegaralanmaydi, aksincha chet elda xavfsiz yashashimiz va shaxsiy rivojlanishimizni ta'minlaydi, deydi yurtdoshlarimiz. Mana shunday sharoitda bilim olish imkoniga ega bo'lganim bu mening baxtim va shu bilan birgalikda bu ishonchni oqlash bu katta bir mas'uliyatdir. Shu bois men o'zimga har kuni savol beraman. Bugun nimalarni o'rgandim va ertaga bu qay tarzda foyda keltiradi? Uzbekistan government scholarship program, it's really good for having O'zbekiston hukumatining stipendiya dasturi yoshlarga Buyuk Britaniya, AQSh va boshqa mamlakatlarda ta'lim olish, qolaversa orttirgan bilim va tajribalarni keyinchalik o'z yurtlarida qo'llash imkonini berishi bilan ahamiyatli. O'zbekiston Buyuk Ipak yo'li davrida Yevropa va Osiyo savdogarlarini bog'lovchi nuqtada joylashgan. Ziravorlar va ipak savdosi aynan shu hudud orqali amalga oshirilgan. Bugungi kunda esa mamlakat xalqaro savdo aloqalarini kengaytirish, mehnat bozorini rivojlantirish va jahon hamjamiyati bilan aloqalarni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. O'ylaymanki, O'zbekiston bugungi zamonaviy dunyoni quchoq ochib qarshi olayotgan davlatlardan. Angliya kabi rivojlangan davlatlarda biznes boshqaruvi bo'yicha magistratura o'qish juda katta mablag' talab qiladi va jamg'arma tomonidan berilayotgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash bu kabi imkoniyatlarni yaratmoqda. O'zbekiston yoshlari dunyoning rivojlangan davlatlari yoshlari bilan bir xil imkoniyatlarga ega bo'lishmoqda. Saudiya Arabistoni, Indoneziya, Peru kabi davlatlarning iqtisodiyoti bizning iqtisodiyotdan katta bo'lishiga qaramasdan, davlatimiz tomonidan yoshlarga bir xil yoki ulardan yuqori miqdorda stipendiya berilayotganligini ko'rish albatta quvonarli holat. MBA dasturi doirasida Ayubxon real keyslar bilan ishlashni boshlagan. Bizneslarga konsalting xizmatlarini taklif etish barobarida Yevropa va Osiyo bozorlariga kirish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam ko'rsatmoqda. Biz nafaqat nazariy bilimlarni egallaymiz, balki guruhlarga bo'linib, real kompaniyalarning ma'lum bir loyihalarida konsultant sifatida olayotgan bilimlarimizni amalda qo'llab, xalqaro tajriba ham orttirmoqdamiz. Dastlab Manchesterdagi kompaniyalarning loyihalarida ishlagan bo'lsak, hozirda Angliyaning yetakchi kompaniyalariga Yevropa va Osiyo bozorlariga kirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqish va bizneslarini diversifikatsiya qilish bo'yicha yordam bermoqdamiz. Hamyurtlarimiz hozirdan networking aloqalarini kengaytirmoqda. Ular turli konferensiya va tadbirlarda ishtirok etib, Mastercard, Visa, Barclays kompaniyalari boshqaruvchilari, qolaversa innovatsion startap egalari bilan tanishib olgan. Londonning Canary Wharf hududida joylashgan Citibank bosh ofisidagi mahorat darslarida qatnashib,
bank sohasidagi bilim tajribalarimni yana bir bor mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Bundan tashqari, universitet tomonidan tashkil etilayotgan Venture Capital xalqaro tanlovi, Case chempionatlarida ham faol ishtirok etib kelmoqdaman. Shuningdek, har ikkala yurtdoshimiz futbol ixlosmandi. Agar ularni kutubxonada uchratmasangiz, albatta stadionda topasiz. Yigitlar ilm olishga shunchalik sho'ng'ib ketishganki, hatto Imom Buxoriyning ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay degan fikrlarni o'ziga shior qilib olgan. Ular buyuk allomaning chinakam izdoshlari. Aslida El-yurt umidi jamg'armasi oilasining har bir a'zosi shunday e'tirofga loyiq. Negaki nodir intellekt egalari o'zlarining keng dunyoqarashi va mustaqil fikrlash qobiliyati bilan O'zbekistondagi yangilanish jarayonlarida faol ishtirok etib kelmoqda va ularning safi Rustam va Ayibxon kabi yoshlar bilan yanada kengayib bormoqda.